Ma sayası altınızı berdi kaçtı birisi var bu kadar valla. Mana xabar degani. Ma film yuraklis baxircha ko'rib o'tdinglar. Nima eshitgan chaqda baş o'rni birda o'tay. O'rni qayerda desanglar, sil nevichiva sekokda top chetish degandek kam bu. Ma Ahmet akamning hukmidan qishida bilasizlar. Mana olmalarning tuzi tayyor qilib qo'yibdi. Mishlar hamiz faoliyatlik bahada o'xshaydi. Tuxumlarning ustiga mukofot degan narsani chaplab qo'yibdi. Mana hammanasi to'liq do'konda nevichiva sekokda tutunba. Qanday qilib avvalingiz yaxshimi? Yaxshi tutdingizmi? Mana lobayam. Yaxshi. Altınızlıkınız tayyor oldum hadi. Tayyor oldu. Hadi faaliyet kaç gün zaten? Faaliyet 2 kun. 2 gün. Altınızlıktan 2 tal. 2 tala. Vakti? 30-31 2 kun. Manda hemen bana bir yakır düşendirip koy ya. Bir günlük ya 150 bir tal adam çekti atıdı o. Şunda koydu ha? Ha. Zaten kanda bir çekti bolsa mükaffatın birisi var. Çoğu altınız yok. Ondan başka nesneni mi? Mana mishlarning hammasi so'g'atliqlar. Uningdan sap may, tuz, hamma narsa tayyor. Jimin asba. Hamda tayyor ondan bo'ldi. sap agar bu faaliyet qilishlik asos sabab nima degan chog'da bu dukanningki baho ortiqchiligini sizlar bir aqir tushundirmoqchi. Yana bittalar mevchi va sakurtlar hammasi nayt muvofiq bahoda. Shunga marketdan faaliyet qilish uning oldidagi qo'llayotgan har millat xalqqa rahmat deyish yusidan shundamidi? Shundaqa. Marketimlar yangilik faoliyatini o'rlashtirdi. Buningdagi malaning butunlay baho top baho deymiz. Top baho, top taqich. Saychilik qilmay shunda o'smi xatni cho'qim qo'llashimiz kerak. Faoliyat deb qolsa, hammasiga tang o'rtaq bahrman bo'lsak bo'ladi. Uningdikida ma baholarni bir aqir deb boqamsizda, masalan o'zingizniki. Ma bu masalan satan cüz deydi, mani uruqi yo'q, eng tatlı cüzimiz. Bularni odat 15 dan 18 dan sotilgan cüzlar. Faoliyat bada buni 12 so'mga tushadi. Mana. Ma Shangzhou bo'lsa bu Jinko deb Shangzhouning zima Shangzhou deymiz. Bularni 6 qo'ydan tushadi. 6 qo'y kilosi. Andan keyin olmalarimiz 3 kilosi 10 qo'y nashpitlarning shu ko'rla nashpitlari 4 qo'ydan kilosi. Qolgan narsalarni mana ma qo'longola 5-10 qo'ydan, qolgan mana shu janobdan Hamma narsaniki. Hamma narsaning bahasi intay muvofiq to'ppada. Unda olsa 30-31 2 kun. Yilqida qarindoshlar valaqulaq kelinglar 50 kunlik. Eng az bo'lganda 50 kunlik narsa olsanglar, lotereya tartalaysizlar. Azroq bir nima olsanglar 50 kun bo'ladi. Ta'lim olib qolsa 600 ko'p qolsa olsa.